Fit bul jakta. Bundan keyingi sıylık akırı ko'rsatib qo'yaman. Qo'lga kelishicha, kuchim yetishicha, ayolonday. Mıhtı qilib, so'ngini qilib aralashtirgan harakat jasadik. Anda emese bizning Honda Fit avtomobilisi uchun, ishonchli bo'lish uchun biz videoni montajlaymiz. Aniqlovchi vaqt kelib jetdi. Mana qo'limga ko'rib qo'yingizlar, beringizlar, qo'limga ko'rib qo'yingizlar. Ko'rdingizlar, bardingizlar. Hech narsa yo'q, kakasida hech narsa yo'q. Mo'ljalda hech narsa yo'q, mana. Yo'q. Sö. Dayansizmi? Bo'ldi. Dayan. Sö. Yo'q, o'zaqdan. Ha. Bir, krasavchikka bir xatirab qolchaqirib qo'ysan, be. Shuning. Nega deganda bugun bir insonni bir baxtli, bir insonni ayollarni baxtli qilib, hozir ukamni ochig'ini aytish kerak. Biri seni qattiq yaxshi ko'radi, biri senicha. Al men qolganlar bor, zamon ko'rib qolish mumkin. O'shaning uchun tez o'rnlar bor. Bir xatira qolchaqirib qo'yingizlar, tamom. Kimde kim masnada o'tib olsa, shu brachkani tashiydi. Buyursachi. Bekar tashiydi. Nomer 00 36 10. Mashina gut bo'lsin, avtomobil gut bo'lsin, bir xatira qolchaq qo'yinglar. Familiya Habibullayev Farhod deydi. O'sha sizning materialingizni o'zaqdan aralashtirib o'tirib, o'sha sizni qoldirib o'zimni. Mana, ating kim? Mana, o'sha balani endi bekor tashiysan. Qo'lchaq qo'yingizlar, mashina qulib bo'lsin, mashina qulib bo'lsin deganlar. Qatira. Mashinani olganimda xursandchiligimdan shunday kelayo'qman, jetmasligini bilib, undan da ko'p beradilar. Inshaalloh qalamga duo qilamiz. Voy, go'roq bersin dedi, men norozi bo'lib qoldim. Go'roq. Qo'lchaq bo'lma, xatira. Voy, tuganlar. Aha, hozir albatta, hatto tuganlar sizlarning oldingizlarga sizlarning oldingizlarga mana o'sha Stroypark gipermarketining direktori sizlarga o'shunday mumkinchilikni tuzib bergan Tumanov Mirlan Keldibekov chaqirib qo'lchaq qo'yingizlar. O'shunday shartni tuzib berdi. Mashinani ofitsialda turdi. Topshirasiz, Mirlan aka, so'zni sizga beraylik. Rahmat. Mana bugun o'sha onlayn lotereyamizda o'ynatdik ele. O'sha bizning победитель ostozda turadi. Shu Stroyparkning atini aytadilar. Shu kelingizlar, soda olingizlar. Dag'i boshqa baygelerga jetishingizlar, keyingi etamiz. Boshtalab Toyota Camry, cho'ng priz, 3-etapda eng cho'ng prizimiz. O'shada ularga qatnashib o'tingizlar mumkin bo'l. Akangizday bu vaqtli bir odamning taqdiri o'sha kunda bo'ladi. Kelingizlar, qatnashingizlar, o'tingizlar. O'shunday shartni tuzib bergan bizning Mirlan Keldibekov shag'ozga bir xatira qolchamiz, xatira. Apalar, akaylar. Mashina qilib bo'lsin. Jalpi sizni o'sha yerda ketib kutib turganlarning barlariga rozichilik aytib, buni Stroyparkda qancha lotereyamiz bo'ldi o'sha? 3. Assalomu alaykum jamoatul muslimin, hamma kelganlarga Allohim hammalarga hasanat aylasin. Avvalo shu Stroypark mana direktori boshqasi haqiqatda birinchisi 3 ta lotereya oldim. Bundan 3 oy oldin olganman. 4 oy oldin bittasini 3 oy, bittasini 5 oy oldin oldim. Bittasini yaqinda olganman. Bittasini
bayna qilaman deb manaqa santexnika narsa oldim. Bittasini tepadan Vicodan narsa oldim. Ashuna bo'lib olganman. Men olib lotereyani berayotganda avvalo o'zi bu bo'ladimi, bo'lmaydimi deb ishonmagan edim. Mana endi alhamdulillah, Allohga hamdlar olsun. Shu narsa avvalo Alloh taolo nasib qildi. Ikkinchisi mana haqiqatda halol o'yin ekan. Men xursandman. Allohga hamdlar olsun. Rahmat shunchalik kelganlarga, boshqalarga ham, hammaga, kutganlarga, boshqaga Alloh taolo hamdlar olsun. Haligi hayajondan tez kelganimizdan hamma yo'q, nima deydi, gapira olmayapmiz. Hali nima qilmaysizlar? Mashinani yutgan xursandchiligimizdan nima deyishga gaplarimiz ham esimizdan chiqib qolyapti. Va hammaga minnatdorchilik bildiraman, xosatan shu Stroy Parkni qurgan akamizga va mana hammaga. Jalovat shahridan Periolog bozorining ko'chasidan bo'laman, men shaharda o'zimdan bo'laman. Qayerda ishlaysiz? Bozorda ishlayman. Bozorda savdogarsiz, a? Bundan masnab qilib bo'lsin, unda bir xatira bo'lsa, bir o'tiruvchi, biletlaringiz komissiyada qilib qo'ysin. Katta. Hadi. Hurmatli ko'ruvchilar, biz hozirda chekishimiz quvonchi o'yinda qolmay. Bir жүргүсү, bir iki signal basmamız. Hurmatli tug'anlar, ketmay turingizlar, hozir холодильник o'ynatamiz. Bravo, qo'l chapingizlar. Qo'l chapingizlar, masnab bo'lsin. Pi deb.